qanaqa qilib bog'lanib qolish mumkin senga tupurib qo'ygan odamga? Qanaqa qilib? U sendan qo'rqmaydi, seni yo'qotishdan qo'rqmaydi. Qanday qilib shunaqa odamga bog'lanib qolish mumkin? Ben vashshe tushunmayman. Kimdir senga tupurib qo'ysa-yu, yuzingga oyoq qo'ysa, qanaqa qilib tupursa, o'zini tutishlari, harakatlari bilan nima qilayotgan bo'lsa, nima bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, sen bilan qanaqa munosabatda bo'layotgan bo'lsa, qanaqa yashayotgan bo'lsa, hammasi senga tupurib qo'yganini ifodalab tursa, qanaqa qilib bunaqa odamga bog'lanib qolish mumkin? Tushuntirib beradigan odam bormi? U seni yo'qotadimi, yo'qmi? Vobshe unga qizig'i yo'q. Asan bo'lsa har soniyada o'ylab, siqilib, ezilib yursam-da depressiyadaman, stressdaman deb. Bilmayman qanaqa qilib yashayapsizlar, tushunmayman sizlarga. Hayot bir marta beriladi, ikkinchisi bo'lmaydi jigarlar, ko'zinglarni ochinglar. Bo'lmagan sevgi, muhabbat tuyg'ulariga aldanib umringlarni haromini chiqarmanglar. Razviyatsiya qilinglar, sevgini zo'ri keladi o'zi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.